Jitil, sen tirikmisan? Hammaga salom, sizlar bilan men yana o'sha Pika. Короче, tushimdan har kuni qo'rqyapman, chunki ruhi bezovta bo'lyapti do'stimni bir haligi o'ldirgandi. Endi hozir men ishimni qilaman yana, chunki bitta haligi snayper o'ldirib ketgan, ya'ni otib ketgan. O'shandan beri tushlarimda uni ruhini ko'ryapman. Juda ham qo'rqyapman. Endi snayper meni ham o'ldirmasa bo'ldi, chunki men 4-chiman. Bu yerda juda ham katta territoriyam bor. Endi bilmadim nima qilaman. Mayli. Endi bu meni almazli toporim, ya'ni iPhone 17 Pro Max'im. Xo'p, daraxtlarni ekib chiqishimiz kerak. Har bitta daraxt bizga kerak narsa. Xo'p, men o'rmon tugash qishloqdan ancha uzoqdaman. Ana, bo'ldi. Bundan ham qilsam bo'lardi. Agar haligi odam o'lmaganda, ana u jitil o'lmaganida, ana bu uyda yashardi. Essas. Bularni yig'ishtirib kerak. Chunki bularni boshqa joylarga ekib chiqaman. Chunki yaqin joylarda bu o'smaydi. Yaqin joylarda bu o'smaydi. Shu o'rtaga bitta. Ana shu uyda yashardi agar haligi o'lmaganda jitil. Va mana bu daraxtlarni men hozir mana bu daraxtlarni quritishga qo'yib qo'yaman. Keyin kerak bo'lganda qanaqadir joyga olib boraman. Xo'p. Ana quritgan qo'yib qo'ydim. Endi mana kecha bitta odam chaqirdi, bezorilar uyimni buzib ketdi deydi. Shuning uchun oldiga boraman hozir. O'sha bezorilar buzib ketgan bo'lsa, ko'rib qilib beraman. Ana menimcha kelib qoldi. Mana o'zlari. Ilya, assalomu alaykum, bratan. Qalaysiz, yaxshimisiz? Bezorilar uyingizni buzib ketdimi? Yomon bo'pti-da. Bitta yangi akvarium qurilibdi, ko'rdingizmi? Mayli, Ilya unda juda ham tez buzibdi, bezorilar buzgan. Ana bu ishi bo'lsa sizga o'zingizga biron kuningizga ishlatasiz. Bo'pti, Ilya, xayr. Xo'p, mana uyimga ham kelib qoldik. Lekin mana narsalari bo'lgani yomon bo'ldi. Qolganiman. Nima? Sen merni o'ldir va pulni olib kel. Bo'lmasa o'lasan. Qarakasiga sindir buni tezda. Bu yerda qanday o'ldiraman? Bu yerda o'ldira olmayman axir. O'ldira olmayman. Axir bu yerda o'ldirsam men o'lishimga to'g'ri keladi. Bo'lmasa men o'laman, bu yerda o'ldirmasam. Mayli. Bu yerda o'ldiraman. Va yaxshiroq narsaga ega bo'laman menimcha. Bu yerda o'ldiraman. Bu yerda uyga boraman hozir. Va bu yerda sekinlik bilan o'ldiraman. Bu yer menimcha 2-qavatda.
asta kirishga degaman. Sekin kiraman. Menimcha hozir shu yerda yoki sekin pulni o'g'irlab chiqib ketsam mumkin. Meni o'ldirmasam men o'laman axir. Mayli. Sekin faqat pulni olib bu yerda o'ldirmasdan chiqib ketamiz. Hozir. Shuncha pul. Voy. Shuncha pul. Voy, shuncha izmirda. Qo'shdi, bul tezda. Bul, qoch, mer chiqib qolmasdan qoch. Tezroq qoch. Bul, uyga kir, bul. Uyga tezroq kir. Voy. Menimcha ko'p ehtimol bilan u meni kuzatib turibdi. Voy. Hozir men pullarni yashirishim kerak hamma joyga. Tezroq uxlayman. Voy, juram. Voy, lekin bu yerda o'ldirmadim-ku.